rus tilini olib tashladim. Nimaga? Chunki o'zbek yoshlariga hozir ingliz tili kerak. Ingliz tili bu kelajak. Ingliz tilini bilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Ingliz tilini bilgan odammi dunyoqarashi juda keng bo'ladi. Ingliz tilini bilgan odammi o'zini yo'nalishi bo'yicha har qanday yangiliklar, adabiyotlar chiqqan paytda bemalol original tilda o'qishi mumkin. Misol, mana ustozlarimdan biri, qolaversa men shu kitobda bu jurnalist haqida yozganman. Ulardan o'zim intervyu olganman qachondir. Bu Vladimir Pozner. Fransiyada, Amerikada, Rossiyada mashhur jurnalist, yaqinda 90 yoshga kirdilar. Amerikada eng mashhur shoulardan birini olib borardilar, Feodoniki bilan birgalikda. O'shalar bir Rossiyani bir mashhur bir shifokori bilan intervyu qilgan paytlarida savol berdi. Nimaga dedi Rossiya shifokorlari shunaqangi o'qimagan? Nimaga tashxislarni hamisha noto'g'ri qo'yadi? Men yaqinda qo'lim sindi deydi. Men Rossiyada davolatmadim qo'limni. Germaniyaga borib davolatib keldim, chunki biznikilar noto'g'ri menga tashxis qo'ydi. Nimaga shunaqa deganda javob menga juda ham yoqdi. Chunki dedi shifokor, tibbiyot bo'yicha chiqayotgan yangi adabiyotlar, yangiliklar 97% ingliz tilida chiqadi. 3% faqatgina rus tilida. Biz shifokorlarimiz esa ingliz tilini afsuski bilishmaydi. Savol tug'iladi. O'zbek tilida necha foiz chiqayotgan ekan? 0,0000000 undan 1% mi? Demak, bizga qaysi til kerak? 3% rus tilimi yoki 97% ingliz tilimi? Bizga ingliz tili kerak.